mashhur bo'ladi, mashhur bo'lmaydi, farqi yo'q. Qaysi bir qizga bizning xotinlarimizda bir marta bo'lsa ham o'sha qizdan seminarga chiqishimizga ruxsat bergan bo'lardi. Manimcha xotinim 100% mana shundan bir marta bo'lsa seminarga chiqib ketsa yo'lmagan bo'lardi. Bitta. Ota meni kechir. Ota yana kechir. Benikoh munosabatlarni oddiy holga aylantirib bo'ldinglar. Zino, ichib chakishlarni ham propaganda qilib, uni ham oddiy holga aylantirdinglar. Endi uylangandan keyin ham subhanalloh xiyonat qilish targ'ib qilsizlar. Bu chegarasi bormi? Ya endi bunchaligiga bormaymiz-ku deydigan bu limit chegara bormi? Yo sizlarga kerak emasmi bu narsa? Shuning bo'yicha bu vanyalarning hammasini xotini bor, uylangan. O'zi bularga kim qizini, singlisini berar ekan hayron bo'lardim, lekin bor ekan shunaqa odamlar. Mayli. Xotini bo'p turib, men xotinim ruxsat berganida qaysi qiz bilan svidaniyaga chiqqan bo'lardim degan video olibdi. Subhanalloh, bu xotin bu yoqda o'tirgan. Meni agar imkoniyatim bo'lsa, senga mana mash qiz bilan xiyonat qilgan bo'lardim. Eski o'zing uchun bilib qo'yavergan degani. Buni xotini ko'radi, qaynotasi ko'radi. Hamma qarindoshlari ko'radi bu videoni. Qanaqa qilib bunaqa darajaga yetib keldik? U ham mayli, subhanalloh. Xalqimiz qanaqa to'g'risi mujik xalq edi, to'g'risi biz bunaqa narsalarni ko'tarmaydigan xalq edik. Mana ko'tarar ekanmiz. Bunaqa narsalarga ham mana spokойно ko'zimizni yumib yoki ko'zimizni ochib million prosmotr ham qilib berar ekanmiz biz. Ya, testosteronimiz hammanikidan baland chiqdi, maqtanamiz subhanalloh. Mana shunaqa fikrlarni, mana shunaqa hayot tarzini tarqalishiga qarab o'tiraversak, o'zimizdan, atrofimizdan, oila a'zolarimizdan ham mana shunaqa saviyasiz, befarosat, g'arb ularga qanaqa chirigan fikrlashni yedirsa, o'shani yeb ketaveradigan odamlar chiqib kelaveradi. Xalqimiz uchun, ummatingiz uchun ozgina bo'lsa ham qayg'ursangiz, jim o'tirmang. Fikringizni aytib chiqing, boykot qiling. Barakallohu fikum.